Xorazm viloyati bugungi kunga kelib qurilish sohasidagi eng zamonaviy va yorqin loyihalarning amalga oshish nuqtasiga aylangan. Birgina misol, joriy yilning yanvar-mart oylarida viloyatimizning qurilish ishlar hajmining o'sish sur'ati 110,4% ga yetgan. Bu esa o'z navbatida soha uchun zarur mahsulot va jihozlarni ishlab chiqarishga bo'lgan talab oshishini ham ko'rsatadi. Xiva tumanining G'ovik mahallasida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizning deyarli barchasi deraza va eshik romlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqda. Hozirgi lavhamiz ushbu mahalladagi hunarmandlar faoliyatidan tayyorlangan. G'ovik mahallasida 712 xonadonda 4384 nafar aholi istiqomat qiladi. Ulardan 1264 nafari esa 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Bugun mahalladagi yoshlarning bekorchi ishlarga vaqti yo'q. Sababi barcha xonadonlarda deraza va eshik ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Mahsulot tayyorlash jarayoni ham qiziqarli bo'lgani uchun buyurtmalarni tezroq o'z egalariga yetkazishga harakat qilishadi. Ishlar ishlab chiqarganlarimizcha bir 7-8 yil olib qoldi. Ota-bobolarim shu kasbni qilgan, bizlar shuni davom ettirib kelyapmiz. Qo'l ostimda 5-6 ishlarim bor. Haftasiga 20-30 ish ishlab chiqarib turibmiz. Alohida sexim bor. Shu yil ichida ham kattaytirish niyatidaman. G'ovik mahallasi usta hunarmandlari ishlab chiqarayotgan mahsulotlar bugun nafaqat ichki bozorga, eksportga ham yo'nalganligi ishning sifati yuqoriligidan dalolat beradi. Bundan 10 yil oldin ish boshlaganmiz, kichkina sex qilib, akam, og'alarim bilan birga. Hozirda seximizni kattalashtirib, 10 ga yaqin ishchimiz bor, 10 ga yaqin shogirdlarimiz bor. Ishlarimizni kattalashtirganmiz. Hozirda Turkmanistonga eksport ham qilib turibmiz. Haftasiga o'rtacha 50-60 ta eshik ishlab chiqaramiz. Turkmanistonning o'ziga bir oyda 100-150 ta eshik eksport qilib turibmiz. Daromad yaxshi. O'rganaman deb kelib turgan yoshlarimiz ham ko'p. Hozirda shogirdlarimiz ko'p kelib turibdi. Shogirdlarimizga o'rgatib turibmiz. Ularni o'rganganda o'zimiz ham quvonib, iloji boricha o'zimizdan ham yaxshiroq qilib, mustaqil chiqarib turibmiz. O'zimizdan ham o'tib ketgan shogirdlarimiz bor. Ishlarni rivojlantirib, o'zining qo'lida 5-6 ta bolalarni ishlab turgan bolalar bor hozir. Bizlardan ustachilikni o'rganib, daromad qilib, ishlarni rivojlantirib turgan bizning eng katta yutuqimiz hozirda. Umuman olganda, bu kabi mahallalarning hunarmandchilikdagi aniq bir yo'nalishga ixtisoslashuvi aholi bandligini ta'minlashga ham katta yordam beradi. Xorazm Abqoni kuzatish boshqarmasidan olgan ma'lumotga qaraganda, shu kecha kunduzda viloyatimizda havoning o'zgarib turishi, yog'ingarchilik bo'lmasligi kutiladi. Sharq tomondan har soniyada 7-12 metr tezlikda esayotgan shamolning tezligi ayrim joylarda 13-18 metrgacha kuchayadi. Harorat bugun kechasi 20-25 daraja, ertaga kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Urganch shahrida bugun kechasi 22-24 daraja, ertaga kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Hurmatli yurtdoshlar, ayni paytgacha muxbirlarimiz tomonidan sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.